2024-yilda tushgan, ko'pchilik qiynalgan integral mavzusini birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, bizga quyidagi misolni ishlash berilgan. Xo'p, uning uchun surat qismini mahrajiga alohida qilib bo'lib chiqaman. Ya'ni bu yerda 1 taqsim x qo'shilgan ln x taqsim x hosil bo'ladi. Va bundan integral hisoblashim kerak. Xo'p, 1 taqsim x dan integral oladigan bo'lsam, menga ln x hosil bo'ladi. Qo'shilgan. Endi mana bu qismidan men boshlang'ich olishim uchun menga bo'laklab integrallash degan mavzu kerak bo'ladi. Bo'laklab deb yozib qo'yaman. Xo'p, bu ko'pchilikka qiyin o'rgatilgan. Kelinglar, men sizlarga shuni osonroq usulda hisoblashni o'rgataman. Bizga ikkita funksiya berilgan bo'lsin, a bilan b. Misol uchun a qanaqadir bizda f x funksiya, b qanaqadir bizga gx funksiya. Bundan bizga integral olishim uchun bo'laklab integrallash formulasini yozyapman sizlarga. Demak, a mana bu yerda katta a qo'ydim, men bundan boshlang'ich olgan ma'noni bildiradi. Ko'paytirilgan ikkinchi funksiyani o'zini yozib qo'yaman. Ayrilgan va yana integral hisoblash kerak va mana bu boshlang'ichimni a'imni o'zini yozib qo'yaman va b dan uje men ko'paytma qilib hosila olishimga to'g'ri kelib qoladi. Demak, bu bizga bo'laklab integrallashni osonroq formulasi. Endi bizga mana bu narsadan boshlang'ich olishimiz kerak. ln x taqsim x. Xo'p, qanaqa qilaman? Bu yerda menga asosiy joyi qaysi biri a, qaysi biri b ekanligini aniqlashtirib olish men uchun eng asosiy joyi. Va men qiynalmasligim kerak bo'ladi bu narsa uchun. Kelinglar, bizga osonroq qilib yoza olaman. Ya'ni ln x ko'paytirilgan 1 taqsim x. Mana shu narsa. Qaysi biri a, qaysi biri b. Xo'p, menimcha mana bu 1 taqsim x ni a qilib olsam bo'ladi va buni o'zim uchun b deb olsam bo'ladi. Shunda menga nima hosil bo'ladi? 1 taqsim x ni boshlang'ichi biz bilamizki, mana boshlang'ich olishim kerak edi. ln x ga teng va bu yerda ham menga ln x, ya'ni b ni o'zini yozib qo'yishim kerak ln x deb. Ayrilgan, xo'p, ln x yoziladi va mana bu qismidan bu a bu b edi-yu. Ya'ni b dan hosil olish kerak. ln x dan hosil oladigan bo'lsam, menga 1 taqsim x ga teng bo'ladi. Endi e'tibor bering. Men olmoqchi bo'lgan narsani mana bu qismdan boshlab, mana ln x kara 1 taqsim x, bu yerda ham ln x kara 1 taqsim x. Mana bu minus. Bu yoqqa o'tkazib yuboraman. Shunda menga ikkita integral ln x kara 1 taqsim x teng bo'ladi ln kvadrat x ga. Demak, bundan kelib chiqadiki, ln x taqsim x mani, demak, ln kvadrat x taqsim 2 ga teng bo'ladi. Mana biz bundan boshlang'ich oldik. Endi mana bu joyga endi javob sifatida yozib qo'yamiz. Xo'p, ln kvadrat x taqsim 2. Demak, ushbu funksiyaning javobi quyidagicha bo'lar ekan. Shu kabi murakkab misollarning yechimini o'tkazib yubormaslik uchun YouTube sahifamga obuna bo'lib qo'ying.